Jamshid hoji aka, jigar, bosib o'rasizmi deyman. Siz bop joyiga kelib qoldi-yu. Mana Tiko 96-yil 3000 deyapti, lekin siz uchun 2000 ga tushirib qo'ydim-ku. Lekin bosib o'radigan joyi hoji aka. Rahmat. Kecha xotinlarga o'rtog'ida mart insonlar ko'p bo'ladi. Xudo xolasa, sira telefon qilishadi. Akam premyera shu uzumda gapirildi. Orqasidan premyera tugamasdan telefon qildilar. Bo'ldi, ko'ptalar uzum olaman. Assalomu alaykum. Xudo xolasa, rahmat aka. Ha, charchama. Mana shu yerga endi ekib bermoqchimiz deb o'yladik. Bu planda yo'q edi umuman. O'chirib turing aka telefoningizni. Planda umuman yo'q edi. Aziz aka, telefoningizni o'chirib turinglar, telefonlang. Umuman planda yo'q edi bu narsa. Keyin o'yladim, o'zimcha endi chiroyli bo'lyapti, hamma yo'q, juda chiroyli ketyapti, hamma yo'q. Mana shu yerga bir 5 to'nka ekdik. Keyin xolasa baqaratib sorta qilib olganda chiroyli bo'lib qoladi desam, bu insonlar qachon qiladi sorta yoki brula qilib bering deb bojam o'sha material ketadigan pul tashab berdi. Bitta xotirda ekan sivarchik, xudo xolasa mana shu yerga eksak o'rtaga. Mana bu bitta bardurcha qilib turib 70 ming tashab turib. Ham ichi gulxona, ham tok mashinasida qoladi, metalni chiqarib, mana bu tomga qilib sorta qilamiz endi. Yaxshi bo'lar. Mer sop keldim bitta avata. Mer yoshroq bular, u kattaroq. U prambo chiqadi 300 ming. Rambo chiqadi. Mana o'sha yerda yashadi. Yoniga zapasga yetishmaydi. Nima avatar? U ichida bir dona bor xolos. Avatar qanaqa bo'ladi? Avatar amerikanskiy bo'ladi. Men Mersini eshitganman, katta bo'ladi, tuman, to'rsinlar bo'ladi. Avatarmikan bu? Avatar bilan Mers ekan. Bundan oldingi videoda ham oltariqli bitta Samsung opamiz bor edi. Unga olib keldilar, tok ekan, shu bor ekan. Sayni har xil qilib ekib ko'ramiz, bo'lmasa. Hozir eksa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Ko'rsatib Kech qolinyapti-da, hozir bosib olishimiz kerak. ko'rsatib turing, ekib ko'ramiz bo'lmasa. Keyin hozircha to'tonlarda yeramiz, o'shani ham to'g'ri. Mana Avatarni keltaydan Turbadan tashqaridan turib, o'sha yerga 70 tashab turib olinsa, mana buyoqqa keyin tuproqda sho'rsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Buni bo'y bo'lmaydi endi, sal pastroq bo'ladi-yu. Bo'ladi. Mana shu lapatchini olib sirasi o'z ko'rsatib tursangiz. Orqalaringdan lapatga. Ha, u lapat turib orqalaringdan. Ular lapatchini yo'q, tabaka. uzumni doda xo'jalari kelmadimi? Uzumda sizga o'xshagan merslar kelibdi. Assalomu alaykum. Charchamasdan. O'rtoqli akalar uzumni zo'ridan olib kelibdi. Bo'lsa bo'lsin, dahshatli bo'lsin deb. Nomlari ham bir ajoyib. Avatar, Mers. Avatar haligi chet el eskiydi, ha? Bo'lgan shekilli. Yangi chiqqan. Metrimiz qancha metr? Metr berib Necha o'chkash kerak? 70. 70 mana shu. Qani yozashdi bitirmiş. Mana 70. O'chkaydi obunachi.
Saysan bo'lib qolibdi-yu. Bo'laveradi saysan. Bunda qiyshaytirib qo'ydi. Mana shu yerga apalibgan bu tarafda. Mana bu ichiga ekanmiz. Meniki yaqin 1 metr quruqlikdan o'rtaga Ha, gulxona qilamiz deyapsizmi deyapti. Palifkan 1 metr. Ana postdan topmayapmiz aka. Limoli. Mesela uryapti tursan ham bo'ldi. O'zi bet kirib turadi, zakkina bo'lib. Buni ko'taradigan nima şey ekish kerak. Qancha ko'lash kerak bu? Bu necha metrga keladi? 3 ga. 1 metrdan 15 metrmi mana? Hozir qo'yamiz. Sırası ek kishiga meva soladigan ekan. Ekishiga bir yil ko'karib, hali kavataylar qilib, ha aka. O'zi ham mashina bo'ladi-da. Avatar ko'rmagan ekan. Bunda bittasini uzib turib ikkiga bo'lib yuborasizlar. Hali bitta mayz 40 kishi yerdi degan gap bor-ku. Ash endi bo'lyapti-da. 40 ga bo'lib yesa bo'laveradi. Plastik qanday bo'lyapti? Obunachilar keldi masalan, Sulton aka siz qanday qarashtirib obunachilarga ko'rsatib keling. Keldi obunachilar. Plastik deb o'rgan. Assalomu alaykum. Video olarsinmi? Olmasinmi? Hozir bo'lmasam. Qadrdonlar, yaxshi insonlar ham keldi mana Marg'ilondan. Deganlar, dekor plastik deyapman, plastik emas-da bu. Dekor to'g'rimi? Dekor plastik. Hali alkaponga o'xshab chiqyapti-mi? Oq-qora bo'lib. Chiroyli bo'layotgan bo'lsa, yozib qo'yinglar, chiroyli zo'r bo'lyapti uka. Hozir ham mehmonlar keldi, so'rashib qo'ying. Qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'li
ketar yo'lida. Bir go'zal uchradi meni yo'limda, omadiga bino qo'yib ketar yo'lida. Hey, hey, hey go'zal qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Hey, 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 hey qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Bir marta sevdim o'shal go'zalni, boshqa sevolmayman o'zga go'zalni. Bir marta sevdim o'shal go'zalni, boshqa sevolmayman o'zga go'zalni. Hey, hey, hey go'zal qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Hey, 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 hey qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Sevaman deb chiqsam uning yo'liga, rad etib haydar sevgi cho'liga. Sevaman deb chiqsam uning yo'liga, rad etib haydar sevgi cho'liga. Hey, hey, hey go'zal qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Hey, 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 hey qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Hey, hey, hey go'zal qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Hey, 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 hey qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Qadrdonlar, azizlar, bizni kuzatib borayotgan ashaddiy obunachilar va alaykum assalom barli qizlar. Qo'llab-quvvatlab kelayotganlar, kelinglar. Endi bu vaqtincha sinamiz qarang. Xullas, hojilarimiz ham mana bunday oldin videoda ko'rdilar. Kelib duolarni qilib ketishdi, Alloh rozi bo'lsin. Kelaylar, bu ayvon qalay chiqdi mana. Juda chiroyli bo'ldi ayvon ham. Juda go'zal, çok go'zal deydi-yu. Hozir endi ustokalar. Mana azizlar, o'zimiznikilar mana bugun qo'shni akalarimiz, Salting akamiz, Nuriddin akamiz nega joy qilinyapti. Joy qilinyaptimi aka? Cho'qqiymi? Yaqinroq ko'rsatib, joy qilyapmiz. Nimaga desanglar, bir Mash Mirzaobodlik inson 400 ming so'm shu ustalar uchun iftorga deb pul bergan ekan. Shu mana shu yerda bir iftor qilaylik, mana shu yangi uyda degan ishlar bo'lyapti. Endi Xudo xolasa hamma shu yerda ustalarimiz bilan, mana Shalal aka. Bittasi Mirzaobodlik endi kimligini aytmay qo'yamiz. 400 ming so'm pul beribdi. Iftor qilinglar deb. O'shanga hozir nima qilishga o'ylandik. Keyin Sherali akam, sizlarga iftor qilib beraman deb narsalar olib ketyapman deb bo'ldi bittasi. Keyin haddan bo'lmasam deb bu pulga shashlik qilamiz deb. O'ylab mana hozir qo'shnidan ko'ra olib chiqdik qadrdonlar. Bitta shashlikdan boshqasiga sharoit ham yo'q-da endi. Qozon olmaymiz. Shuning uchun shashlik qilib beramiz. O'shanga ustalarimiz mehnat qilgan. Svetni ham mana ilojini qilyapmiz. Mana hozir haligi tuyagimdan akamiz projektor berib olganida hozir yoqib qo'yamiz. Svet o'ladida jigarlar. Bo'lgan ishlardan endi sizlarga qisqa aytib o'tib ketaman. Mana mana shu yerda ko'rsataman. Xohlasa hozir. Ertaga Xudo xolasa. Yo'qqa tushadi. O'choq ta'mir qilamiz. G'ishiga shu o'choqda qancha ovqat qilsa, misol uchun. Voy akalarjim, qancha ovqat qilsa, mana shu yerda o'choqda necha yil mana shu o'choqdan foydalansa, mana shu tandirdan foydalansa, Xudo xolasa shuncha yilsalarga savob yozilib turadi. Mana shu o'choq uchun 5-600 ta g'ish ketar ekan, pishirish. Shu 800 so'mdanmi g'ish? 850 mi? 850 so'mdan ekan g'ish. 500 ta g'ishga men yordam qilaman yoki bo'lmasam bitta g'ishini olib bersalaring ham mana shu yerda mana shu o'choqlarda necha marta ovqat qilsa, Xudo xolasa savobi
yozilib turaveradi. Iftorlarda yildan yilga iftorlarda ovqatlar qiladi. Bir insonga iftorlik qilib bergan bilan teng bo'lasizlar ekan. Ne o'ylab qarasam-da. Shuning uchun mana shu yerga ikkita o'choq degan nima qilamiz? Qozoniga, o'chog'iga pul tashlaymiz degan insonlar bo'lsa, mana shu karta qo'yamiz. Bitta g'ishiga, misol uchun 800 so'm pul tashlaysiz ham 900 so'm bitta g'ishiga qo'yar ekan. Xo'p, kartochkalar ekildi. Hoji bobomizni ekib kartochkani tok ekib qo'ydik mana toklarni ham. Bular so'rtoq qilinsa chiqib yuboraveradi tepaga toklar ham kelgan. Mers, Husayni kelgan nima edi haligi? Avatar degan uzumlar keldi. Xudo çok go'zal bo'ldi. Kelinglar. Hozir anoni Mashg'ulotni ko'rsatib qo'ying. Qalasiz? Yaxshimi? Ama zo'r bola ekanda, otingiz nima? Muhammad Nazarmi? Malladis. Dadingiz yaxshi ko'rasizmi, azizmi? Dadam yaxshi ko'radi. Zo'r bola ekan bo'lmasa, yaxshi bola ekan. Bu ustoshlar e'tibor bermaysizlar, ish qilib yuribmiz deganlar. Xo'p, bu xonani ko'rsatganman. Mana xonani mana rodmanini tortishni boshladik. Haliganda mana stashkani quyib qo'yaylik deb chiqib ketib qoldik, qadrdonlar. Ertaga davom etaveramiz. Jicha tortdik, iloji qilib Rustam aka bilan videodan ko'rdilaringlar. Keyin mana stashkani quyib qo'yaylik, chunki ertaga stashkamiz qurilmasa, tandir o'chog'ini qurolmay qolamiz degan o'y bilan xudo xolasa buni to'xtatib turibmiz. Shuning uchun отделкаga kim yordamga kelmoqchi bo'lsa, mana shu rodman tortish kerak. Rodmanimiz bor. Shpatel olib kelib qo'ydim. Paqir ham olib kelib qo'ydim. Emulsiya paqir. Maza qilib xudo xolasizlar. Xo'p. Xo'p. Endi jigarlar mana telefon qilishyapti. Jigarlar Toybola kanali bor, bilasizlar. Toybola kanaliga o'tib, obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa shu Toybola kanalida iftor qilamiz, mana shunda shashlik pishiramiz, ko'rada shashlik pishirib o'tiramiz. Endi bu narsa ham o'ziga yarasha gashti bor. Shuning uchun Toybola kanaliga o'tsanglar, Toybola kanalida juda ajoyib bo'ladi videolar. Xudo xolasa. Mana gaziro deydi ko'p joyda bizda patolog deydi, qalay bo'pti endi jigarlar, bu qaranglar. Ayniqsa mana etti ko'rsating chiroyli qilib. Qalay bo'pti. Juda chiroyli chiqdi. Alkafonga o'xshaydi uzardan qadrdonlar. Sim bilan belasangiz, O'shalarga e'tibor bermanglar, o'shalarga bochkani tashlamasi. Orqa tarafga chiqarsak, bu tashlamani, ya'ni vaqtli mahal bularda uyda erkak kishi yo'q, nari orqa birovning hovlisi. Shuning uchun oldiga chiqarib qo'ydik. Bochka to'lganda sharrat tushadi. Uni baylab qo'yamiz, uni osilib turmaydi. Uyda e'tibor bermanglar. tok bilan tushib ketadi. Ha, yo'q. Ajoyib bo'lar ekan unda. Qadrdonlar yana bir narsani aytib o'tay sizlarga. So'rtoq qilamiz deganmiz, toklar keldi. Mana 1 2 3 4 5 ta kelibdi mashqqa. 5 ta tokimizni ilib qo'yamiz. Bu toklar hammasi uzun-uzun. Xudo xolasa agar bir yildan meva qiladigan toklar. Xudo xolasa bir yildan meva qiladi. Mana kaltagini tushunadigan insonlarga ko'rsatib qo'yaman mana. Uzun mana bunday chiqarib mana 1 2 3 4 5 6 7 ta pindigi bor ekan. Xudo xolasa mana bu yerda ham kaltay bor ekan, bunda ham ikkita pindig bor ekan. Tok qiladi bular endi. Bularni Malikka hozir apalibganmiz. Mana bu bitta o'qigandik, kelaveradi. Ko'rsataman. Mana keldi. Sizga kelaverasizlar. Endi etap ko'rsatmasam sizlarga obunachilik. Bu kimdir jimqili bilan maxsus qolib ketdi. Mana yerga bitta o'qiganmiz. Model davomini uyga uramiz deb. O'sha uyga urishimiz kerak. Lekin beton quyib qo'yilgan. Endi bu betonni yoniga men tualet bo'ladi deganlar. Mana tegamda betonni quysak, tualetni betonni. Buni stashkanimda davom etkazib qo'ysak, mana bilan bir xil qilib. Mana quvlar bu tarafda. Qibla bu tarafda, yonboshi bo'ladi. O'shanda eshigiga balki manetdan bo'ladimi, yo'qmi, aynalib o'tkirdlarmi? Yo'q, mana bu joydan qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Bu netta. Kirganda manetdan mana qarab o'tiraveradi. Xolasa bor, qarab o'tiradi. Endi u kirgan odamning ishiga, nimasiga, fantaziyasiga bog'liqda bu qanaqa qilib o'tirish. Xudo xolasa. Ana, shunaqa gaplar. Mana dodamni gullaganini qaranglar. Juda chiroyli gullabdimi? Ajoyib, g'aroyib gullagan. Endi hasharchilarimiz kelsa, mashitlarni bitta tozalatib olsak, mana bu narsalarni bitta toza, top-toza qildirib olsak, mana toza obod bo'lib qoladi. Obod mahalla bo'lib qoladi deydi-yu. Obod ko'cha qo'yamiz deyaptik mahalladagilar bu ko'chaning nomini. Chunki mana ko'chadagi archalar, mevalar juda chiroyli qilib ochildi.
Endi mana baqa ham kelgan, mana tarafga ham devorini ko'rsatib qo'yay. Sizlar endi agar o'tib ichida ovora qilaman endi. Mana nima edi ekan bu hali? Bu nima edi? Pavlonia edi ekan. Ha, Pavlonia degan daraxt bor bilasizlar, juda tez katta bo'ladi. Bu daraxtni ekmadik. Sababi buni hozir ekib qo'yib, beka mana meva chevalarga soya salqin qilgandan buni ekmay qo'yamiz deb ekmadik. Shuning uchun bu yerda turibdi. Hoppa. Hop, xudo xolasa buni ham popdi. Kalonda quyib qo'yganmiz. Har 4 metr yarmi kalonda quyib qo'yilgan. Nimaga desanglar, tumba ololmaganmiz, shu tumbani hisobiga. Ha? O'tasizda endi nima qilardingiz boshqa? Ha, bu videoga tushib qolmay deydiganlarga o'xshaysiz. Qadrdonlar, o'sha tumbani o'rniga quyilgan narsa mana bu. Xudo xolasa mustahkam. Tumbadan ham zo'r o'sha edi. Har tumbani ichiga ham quylardi-da, tumba topolmadik, o'zini quyib qo'ya qoldik. Qumimiz ortib qolyapti. Mana uyda orqa tarafini kafelkili qilamiz dedim. Bu kafelkili hozir xonmonda ishlar ekanda bizga yana rodbini ol yoki kafelkili oldan ko'ra mana uyda orqa tarafi bilan mana ko'cha tarafi manetni shkatulka qildirib qo'yaymiz deb o'ylayapman jigarlar. Bir 3 ko'priklimizda qum berib olgan aka. 3 ko'prikli akamiz bitta Kamazda qum berib olgan edi. Bundan chiqayotgan issiqda qani. Ash. Yomon issiq chiqyapti. Ha? Ha? Nima deyapsiz debpa? Qimillayapti-yu. Namda hali. Ha? Nam. Ha, yo'q. Hazırlashyapman jigarlar. Mana shu yerda kelgan, mana issiq ekanda, shkatulka qilsa sirazi quriydi-da. Mana shu yerda uyda orqa tarafini, keyin ko'cha tarafda shkatulka qilib olaylikmi degan taklif bo'lyapti. Shunga nima deysizlar? Chunki qumimiz bor. Hozir kafelkilarda 20 mingdan kafelkilar olib, qancha kafelkida ketadi-yu. O'shani hisobi bor. Keyin mana hozir notebook borsak bo'laveradi endi buni. Notebookni ko'rlaymi bir qator sizcha tortib qo'ygan joyimiz. Endi ana shunaqa bo'ladi. Birinchi sloyi, ikkinchi sloyi yana ham yaxshiroq bo'ladi. Shunaqa gaplar. Keyin kartalarga befarq bo'lmaysizlar, qadrdonlar. Kartalarga ozgina qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ko'p ketib oziq qoldi jigarlar. Mana shu har kuni so'raveradi-yu, xotinjon ham uyatmaydi deb turibsizlar, aniq bilaman men. Lekin bitta gap lekin. Mana shu proyektni ataylab havas qilib, mana shu yerda mashina insonlar chiroyli yashasin degan mehnatda, niyatda mehnat qilyapmiz-da. Mana shu yerda kuniga 20 kishi ishlayapti. Mana 15 kun bo'libdi. Mana 20 kun, 25 kunda xudo xolasa topshiramiz. Endi 20 ming obunachi bilan boshlagandik. Mana 28 ming bo'libmiz hozir. Juda ko'pchilik obuna bo'lmay ko'ryapti, qadrdonlar. Obuna bo'lib qo'yish qiyinmi, baraka topkunlar? 30 ming, 40 ming, 50 ming, 100 minglab odam ko'ryapti videolarimni, lekin 28 mingta odam obuna bo'lgan xolos. Mana shu finalgadir 50 mingta bo'lmaydigan bo'lsak, finalda videosini qo'ymayman. Buni qaranglar lekin. 50 mingta qilaylik jigarlar. 50 mingta bo'lsa, xudo xolasa obunachim, finalda videosi shunaqangi final bo'ladi bu odatda. Hali bunaqa final bo'lmagan bo'ladi, Chanoyda. Juda o'ta go'zal final bo'ladi. Dahshat final bo'ladi. O'sha final endi bu finaldagi jarayon endi har kuni aytib beraversam qiziq qolmay qoladi-da. Xudo xolasa. Hotamtoy aka keling endi. Hamma bitta Hotamtoy aka desa, Hotamtoy akani meni kim Hotamtoy aka devorarkin deyman. Ikkitasi bitta joyda bo'lsa ham zo'r bo'lar ekan. Rustam buva bor, Rustam aka bor usta. O'zimizni Rustam aka ham shu yerda. Hozir mana Hotamtoy aka ham ikkita o'pib oldi obyektda. O? Xofiyali gap bo'ldi shu yerda. Katta Hotamtoy, kichkina Hotamtoy. Akam, assalomu alaykum. tilla odam ekan. Nimami? O'zimiznikimi? O'zimizniki. Hotamtoy kanali. Obunachilar, bugun iftor bor ekan. Qo'yiq iftor. Baqa javob beraylik. Bo'ldi hozir. Bo'ldi. Zakska nima pomidor madini? Ha, o'sha hozir ro'zani kunida aytdilar. Yo, Obunachilar obuna bo'lib, lashni bosaveringlar. 50 mingta obunachi bo'lmasa final videosini qo'ymayman deyapti. Ha, nima bo'ladida? Endi mehnatga yarasha bo'lish kerak-da. 50 mingta bo'lsa zo'r bo'ladi. Yana ham Do'stlaringizga siz obuna bo'lgan bo'lsangiz, videolarni ham obuna qilib qo'ying. Aniq bilaman-da, ayol kishi bo'lsangiz, eringiz telefoni bor.
erkak kishi bo'lsangiz ayolingizni telefoni yoki videolarni aka-ukalarni telefoni baqa berib turib sekin YouTube'ga kirib tinglatib obuna bo'lib qo'ysangiz bilmay ham qolsa ham mayli. Ha? Ha, zo'r bo'ladi. Like bosib tursa, bag'da g'ayrat ham boshlanadi bizda ham. Xudo xolasa mana Motivatsiya bo'ladi. endi Toybola kanaliga yoppasiga hozir shu pat o'tasizlar. Toybola kanaliga obuna bo'lib, Toybolani ham 10 mingta qilaylik. Keyin iftor bo'ladi, shashlik pishirib beraman o'zim. Xudo xolasa. Toybola kanalida. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Finalga ozgina qoldi. Kartalarga befarq bo'lmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.